Benim ismim Adam. Elnur Padişahlığının şahzadesi. Bu yerde sırlık Galistan kalesi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Bende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım. Bu çağda yolvas, eriş yolvası aydınım. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretli Adem'e aydınım. Benim özgür sırımni dostum Şadırperi soğusunuz. Yasağı değil ve orku küçükşülü bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlanta Kalaşni kayet almasla bile köre şıkınız. Benim ayığın oku, ben bekirip kettim. Sen daimi yürüp durduken sen, bir gün saat kaçılıp uxlaysan? Beni bir azıcık tuğulu koysanlı tabalayma. Eğer senin oyunun padişahı yarap kalsa, mukafat verirsen, o bir az petiyle yakı birkaç marujnaya okşaş neslerini sana verdi. Marujna? Eğer talihın bolsa dexe, təmilik belik buluşun mümkün. Təmlik bilik. Ana hazırlık kilay. İkkanla tazı koşal oynapsizlar. Senin bu kalva yollusun, meni sihir çembergini buzup koydu. Ben kalvama, eğer senin kalvalığını çekip git benim üstüm üçmüken bolsan. Kim tor birader? Men boldu adam. Ben Soğusuristan kelgen elektroideksiya signalini tapşırıp aldım. Kalaskar qal'asi Xiyman bilan Arish yo'lisini chaqirib atadi. Ha, qaraganda biz Soğusurisni bir yo'qlab kelsak bo'g'dak Arish yo'lisi. Men qumluqdan kelgan kishini o'ylantiradigan xabarni oldim. Sen berib yaxshiroq tekshirib baqsangmikin deyman. Qanday xabar? 10 kun avval bir sayohatchi qal'aga berib ekan. Uning deyishicha qumluqdan ajoyib bir imoratning ko'tarilib chiqqanligini ko'ribdi. Uning aytganlariga qaraganda o yerda bir voqea yuz bergandek qiladi. Ha, bir ehram bo'lishi mumkin. Qumluq qal'a tekshirishga odam yuvatibdi ekan, lekin uning soyasini uchirtanmabdi. Ehram biroqli yo'qolib ketmaydi-da. To'g'ri. Shunglashqa bu ishlarni ba'zi qadimgi arvohlar qilyaptamdikin deb andish qilma. Bo'ladi, biz darhol Qumluq qal'aga berib baqayli. Yolg'iz boramiz-a? Yasaul bilan Dila bir qism olam qaroqchilarini qo'g'lab ketgan, biroq men Lanman bilan o kun elib olsam bo'ladi. Men hammanglarning ishinglarning o'ngishli bo'lishini tilayman. Qumluq qal'a oldimizda. Lazer nur o'ti. Qumluq qal'a. Hujum uçuraptı. Ben bunda ömçüklü zadını görüp bakmağa. Ular ras emas. Ularning hammasi mashina. Buni temir eg'iz maxluq kashf qilgan. Buni temir eg'iz maxluq oqida turib boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Sen bu mashinalaring o qarani vayron qiluvchisiga ishonamsan? Tuzdanlik aylandırırken ayva. Biz endi tutish qilayli. Ok tutuldu. Yüzümüzün daldı kalaylı. Duyman, o maşina adamlar bizga ag'ishyapti. Bu meydan maşınlarını men joylay.
Senin maşinlerin mağlup oldu. Bunun abimiz Heymen'in kelgenliğinden buldu. Biz bunu cahil değil. Heymen degen kim? İttirdik en kudretli adam. Ben onun gelkenmezliğini ümit kılım. Sen bana bu yerde tosan anmadın bir hatar boladı degen toğu. Bana iş yapma. Herkes bu yere gelmeydi. Deginin de boluşun ümit kılma. O nima, xeyma? Bu temir egizmaklıkның maşina adam üstüdeki kontrol qilish sandığı. Bu özligidan egisini yarat ketalaydi. Men tushundim. Biz uni ilib birib qirg'och aeroplandan chiqsab qo'ysak, u bizni temir egizmaklikdan yig'ib turdi. Tushundingmi? Oh, ben yanılı düşünemedim. Maşinanı kaçan yasap kumluk kalağa hücum kılsa. Aldırmaydım lan sen. Kumluk kala'dan ayal hocayının ihramını izdigili adam ketdi. Sen degen ayal hocayının zadi kim? Ayal hocayın devirdi gelse. Sen onun uykuda yatkan yabay hayvanlarını uykutup andın etmeni karanlıkı çümdürdüğünü bilişin gerek. Bilişin gerek ki bu kal'a bir küçük işimiz koy. Hakiki baş ağrıdığını Heymen. To'g'ri aytding, temir egiz. Ikkinlarning deydigini tugagandı. O bizni tapamaydı degen to'g'u. U narsani inkas qilib tizganlarman. Oh, iqtidorsuz kalma. Hem de herkes bu sana şenleyler. Eskoy qaytga. To'xtatdi. Eskoy qochib ketdi. Temir egiz alvasti qochib ketamaydi. Heymen, senin meni tutalışın oyunculuk asan emas. Heymenga yordam qilay. Tug'liq bo'ldi. Bu qandoq ish? Bu ablah jiddiyleşib ketmesi bo'ladi. Men nima ish qilaman, Xeyman? Sen temir egiz maxluqni qumliq qal'aga elib bor. Men Oko bilan o'rniga boray. Biz ehromimizda bormaymizmi? Men Melakisha bilan so'zlashib baqay. U o'rnining peshqadam arxeologi. Arxeologi degan nima u? Arxeolog maxsus asorat yiqilan tadqiq qiladi. Ondan tarixda o'tgan kishilarning ahvolini aytib beradigan olim. U bizning haliqi Meskoy butun kuchi bilan qo'g'daydigan sirli ehlamni tepishimizga yordam berdi. Bo'ladi, mayli. Mening planimga buzg'unchilik qilganligimga pushaymon qilsan, Heyman. Bundaq ganda, menga o'ylandigan vaqt bermidi. Biroq hozir men tadqiq qilayotgan ba'zi narsalar haliqi g'oyib bo'lgan ehram tushundira olishi mumkin. Bu kon xaritaga qorong'ulik o'chirilgan. Bir uxlayotgan hayvon mushiyat turadi. Bu yoqqa qara. Bu qumliq davrining dastlabki vaqtlari. Qaraganda cho'qim shu. Bu yerda cho'qim arvolar bor butxona deb hisoblayman. Nima? Arvoh. Amaliyotda u bir qabristonliq. Qabristonliq? Seningcha qanday qilamiz? Haliq qabristonliqni topayli. Tekshirish atrofini o'zim boshlab boray. Ko'pchilik hamimiz boraylik. Qanday? Arsh bo'lsin. Sen meni hiliq qabristonliqqa ip bormoqchimi? Meningcha u yerda qo'rqinchli emas. Ba'zi ahvollar bo'lishi mumkin. Arvoh. Untilib qolmas yana olvostim bor. Olmasdi. Melakisha. Olmasdi. Sizdalar bunda qilishga bo'lmaydiganligini bilatding-ku. Men sening qiladigan ishingni o'rinlashtirib bergan emasmi? Yo'q efendim. Bu qiling efendim. Bu şahzodning yordamimizni talab qilganligini, bizning bir tekshirish atrofida qurganligimizni olgandim. Bu rostmi? Rost shundoq. Bek yaxshi bo'ldi. Lekin seningmi bo'ysunmaslikqa amaling yo'q. Ma'qul efendim. To'xta. Avval Adam Shahzoda va uning do'stlaridan ahvol so'ra. Ular biz bilan birga boradi. Adam Shahzoda, bu sizlarlar, mening shogirdim. Men xursand sizlarlar. Siz şahzodimi? Mening demoqchi bo'lganim sizni ko'rganim uchun o'zimni baxtli hisoblayman. Men Oko, men to'g'ri qolgan bo'g'aydim. Yo'q, biroq ko'rganimga xursandman. Bu mening do'stim, bu mening... U ne ketdi?
Erşi yolusu tez çıkıp ulardan ahval sormamsa. Yaxşımsan çoğ müşük? Oh, anca yaxşı emas. Mening ismim Erşi Yolusi, sen meni cho'chitibetding. Sen to'q so'zlayalamsan? Albatta so'zlayalayman. So'zlayoladigan yaxshi mushukkan bu. Xizmetingni ishlab bo'l, ati qiladigan nurg'a ishlaba. Ma'qul efendim. O haqiqatan yaxshi bola. Agar gap anglasala, men kichik chaqda podshoh meni shundoq deganti. O hozirmi shundoq deydi? Hey. Birinchi bekitimiz qayerda? Kelash kentida. Biz qumliqda yo'l boshlaydigan yaxshiroq odamdan birini yollaylik. Ularga bir yo'l boshlash kerak. Bir amal topdim. Jinga uchragandekli bir ish bo'ldi. Butun kentdan birmi yo'l boshlig'i chiqmadi. Efendiler, men sizlarga yo'l boshlovchi bo'lishni xohlayman. Men burun klashda seni ko'mgandim-ku. Men yangi kelgan, lekin yo'lni yaxshi bilaman. Bizdangmi boshqa yo'limiz qolmadi. Sen qaror qil. Shundoq qilganda ularni tutib qolg'ili bo'ladi. Men bu yangi ittifoqdoshlarim bilan aloqa qilisha olaman. To'xta! Sen hozir bizning tutqunimiz bo'lding. Menda odamsan. Ha? Meskoy. Seni tanımay qaptimiz. Biz senin quyruğun boyunca ularning arkasına tushgan tok. Bo'ldi. Anglab tursiz. Ular atkas ehromga yetib berish mumkin. Ular yaqinlashganda men sizlarga belgi beraman. Shu chaqda ularni tutinglar. Ularning uxlayotgan hayvonga sovg'at qilinglar. Onu tezroq yasab bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa biz qorong'i tushguncha nishonga yetib bora olmaymiz. U nima? O qum maxluqi. Kaçınlar. Sen beri onu tosuvağın. Ben hazırlı barıma. Saklattı o. Hazırlı edilini obdan berime. Biz pek yiraklaşıp kettik. Yaqinlashib turishayli. Keçör birader, endi biz Xiymen bilen Erşi olusu o'zgaraylik. Bo'ladi. Bokskular ata qilma! Hey! Ben Xiymen! 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 Qumluqdagi makoniga ket, ablah! O endi yavaşladı.
Heyman bilen erişi olmuşsa. Adam sen doğruluk sözlep begendi. Bu yer uçuruşup kalamız da boylamaptı mı? Ben silahını kovday dedim. Bu amalım yaman emasdi. Ben ketdim, lekin ihtiyacına düşkende ben yana qaytib kelime. Hey, Heyman bizni kovdusa hiç nimeden korkmasak mı boğudek? To'g'ri aytdim. Xaritada ko'rsatilishicha, biz mushu atrofdan qabristonlikni topa olamiz. Bugunchi mishada qo'nib, at ishni boshlaydi. Yaxshi amal. Biz uxlab oladigan bo'ldik. Vaqti bo'lib qoldi. Men sehr bilan qorong'uyni bir qitim ochay. Sizlar hujumga o'tinglar. Hujumga tayyorlaninglar. Ben man berib tekshirib baqsin. Bo'ladi. Meni saqlab turinglar. Menimcha nima ish bo'lgandi odam? Oxiri bilimiz, lekin odam bilan sana tayinib emas. Bu yerda bir ish chiqqandek qiladi. Bunday emas. Bir qism askar abdahlar. Qolgan ikkisi cho'qim kapin ichida. Ularni tutinglar. Bizni izlayapsizlar, sat abdahlar. Her şey olursa sen lelmanını müştü et. Ben av yoğan məxluqı takabül turay. Ulan tutunlar. Ben sana yardım için sevimlidim. Ha, nima deyapsan? Bu jonda ko'ngilli bo'ldi deyman. Ha, shundoq. Biroq biz yana bir yomon abdaqqa taqabul turamiz. U mening qo'limdan qochib qutula olmaydi. Götürül mening qorong'u uyim. Bunchola aldirab ketma, miskoy. Heyman. Sening o dostlaring tugashdi. Sen mi baldıroq taslim bo'lsang bo'larmiki? Ham xiyol. Kelar qatim men bir top qum olmoslarni yig'aman. Mumkin emas, ovozdi. Hey! Oko, to'xta. O mening niqobim. O kichik kalma. Mening qum olmosli niqobim seni dargohiga vatirdi. Bu kichik kalva tugashdi. Hozir men niqobimni topay. Yok. Hech nima bo'lmagansa pistak. Mencha shundoqdir. Mana mujib qildi. Qorong'ulik sehri. O heliq niqobning ichida, biroq endi o hargiz bizni avar qila olmaydi. Bu misko yomon nima ekan? Bizning o'ylaganimizdanmi eshib ketdi. Ba'ziligini bizga ko'rsatib qo'ydi. Oko'ning tezroq saqishini tilayman. So'siz uning badanidagi nachar kayfiyatni yo'qotdi. Qiziqarliq, miskoy bizdan qabristonlikni tepishimizga yordam qildi.
Meskoyni yo'qotgandan keyin bizning xizmatimiz o'ngishli bo'ladigan bo'ldi. Deginingdek bo'lsin, Milakasha. Deginingdek bo'lsin. Bugünkü hikayemiz pek ciddiyedek duyuldu. Küçük Oko yaralandı. Lanmanның ifadesi kızık oldu. O asıl onda kınmaslık gerekti. Mening masala üstüne fikir yürgüzüş usulum xatarlik bolup qalmasdan belki ahmaqani bolup, osonli ig'ir ziyon qo'shirdi. Do'stim, so'zimni angla. O'ynagan chaqda meni ishiltish, bexatarlikka diqqat qilish kerak. Fikir qilishga mayir kishining cho'ng mengisi bag'an sir o'tkirlishidir. Mening so'zimni as tutinglar. Xayr xo'sh.